Matluba. Matluba. Onasi. Onasi. Qayerdasan? Ha, dadasi. Tinchlikmi? Nima qilasan, meni o'rab tashlab. Qiynalib ketdim ko'r. Qimirlamang dadasi. Ona mana bulardan. Terlagansiz dadasi. Terlab tuzalasizlar. Vahima qilma onasi. Men bugun Xudoga shukr ancha yaxshiman. Tuzlayman. Nima qilardi meni qora terga botirtiraman onasi. Voy dadasi, terlagansiz. Ozgina teringiz qotsin. Birpas o'tiring. Keyin toza havoga chiqamiz. Bir atalasi yuz qo'lingizni ham yuvib olasiz dadasi. Mayli chiqamiz onasi. Chiqamiz. Yo'taverib. Siqilib ham ketdim. O'g'ling qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q dadasi. Qilmadi. Dunyo shunaqa ekanda. Bolalar katta bo'lgach, ota-ona ham kerak emas bo'lib qolar ekan. Unaqa demang dadasi. Kelib qolar, vaqti bo'lmagandir-da. Kelmasa ham onasi bir og'iz telefon qilib, yaxshi o'tiribsizlarmi deyish shunchalik qiyinmi? Hamma narsa xotinga bog'liq ekan. Yaxshi xotin ushlasa, erkak kishi sherday bo'lib yuraverar ekan. Yomon xotin ushlasa, sher bo'lib yurgan erkak ham sichqonday bo'lib qolar ekan. Nega unday deysiz dadasi? Kelib qolar. Ha, nima to'g'ri-da. Xudo ko'rsatmasin. O'lib bo'lib qolsak, qo'ni qo'shnilardan eshitib